Men shu Gold degan bolaga ikki og'iz gapim bor edi. Shu ikki og'iz gapimni gapirmoqchiman. Gold, sen butun Qashqadaryoni bor-ku, bozor qilding. Butun Qashqadaryo, Surxondaryo, butun O'zbekistonni bozor qilding sen. Men bitta uraman, sen 10 ta urasan deb bozor qilding sen, jo'ra. Aka, gapni katta gapirma. Gapni katta gapirma, aka. Sen aqlingni yig'ib ol. Sen jangchimisan? Vazifangni qil. Jangchi bo'lsang, mard bo'l. Mard jangchi. Jangchilar mard bo'lish kerak. Kurashchi, polvonlar mard bo'ladi. Seni kim aytadi Qashqadaryodan deb? Qashqadaryoning bolalari mard bo'ladi. O'ta mardchi. Men ham Qashqadaryoga borganman, olishganman. Surxondaryoga ham borib olishganman. Men ham vaqtida olishganman, hozir yoshim 50 ta. Aka, senga maslahatim, nonni katta tishlasang tishla, gapni katta gapirma. U men o'taman, men bitaman deb odamlarni ishonchiga kirding, davraga chiqib chichib qo'yding, aka. To'g'risini aytsam, bozor qilib qo'yding. Rasvo qilib qo'yding, aka. Davraga 2 kishi solishgandan keyin solishama 2 kishi bir-birisining yoqasini ishlagandan keyin 1 kishi yengadi. Ya sen yengasan, ya u yengadi. Raqibing umi, endi raqibingga qarshi sen oldindan bir nima deyma. Men o'taman, men betaman deyma hech qachon. Katta gapirma. Jim mard bo'lib chiq, jim chiq. Octagon Liga deb bilan Octagon Ligani rasvo qilding bu. Sabsin kilga qilib yerding hamma narsani. Nima deydi? Ondan ko'ra sen nimaga shagirtish? Avaz oxinga shagirtish. Shu yerda kamida bo'yib berasan, odamlarni kildirib. Avaz oxinga shagirtishing kerak sen. Aka, xafa bo'lma. Internetda internetda chiqib jang qilaman deb butun dunyoga o'zingni ko'rsatmoqchimisan? Trenirovkangni qil, mard bo'l, chiq. Agar senga shu jangga chiqishingda birov senga savol berib qolsa, raqibingni nima qila olasan? Ura olasanmi? Biz senga ishonamiz deb senga dalda beradigan bo'lsa, bilmadim, men chiqay. Balkim uraman, balkim tayoq yeyman. U taqdir. Uni Xudo biladi. Menga qarang'i o narsa degin. Sen o'zingga qarang'i narsani o'taman, bitaman, men bitta uraman. Sen 10 ta urasan deb katta gapirgan eding, bilasanmi internetda? Bir 20 yoshli bola qag'ib tashadi seni. Bir misham ura olmading, bir misham. Bir tibuding, shu tepkingni ham bor-ku, qaytarib ola olmading. Bir tepding, oyog'ing yopishib qoldi, ola olmading oyog'ingni. Yana zo'rman deysan. Kichingga ishonma, sen priyamga ishon. U priyamchil bola ekan. Yosh bola bo'lsa ham bor-ku, u rasa priyamchil bola ekan. Chaqqan ekan. Bu yerda davrada 2 kishi urushgandan keyin chaqqan priyami zo'r uradi. Yengadi, g'alaba qiladi. U sendan ham chaqqan ekan, ham priyamchil ekan. Sen aytyapsan-mi, tikka urushamiz deb alladi deyapsan. Tikka urushmoqchi edik deyapsan. Tayson ham bor-ku, tikka urushmagan. Tikka urushgan, to'g'ri. Bruce Lee ham tikka urushgan. Lekin udarda tegizmagan ular. Sen betingni betib tusib tursan, bu mush ishtimani bilmaydi bu mush. Bu sindiradi, jag'ingni sindirib beradi, jag'ingni. Bu mushdan qochish kerak. O'zingni himoya qil. Mush kelganda o'tkazib ber. Zo'r qilib ur, zo'r mushni o'tkazib ber. Shunda g'alaba qilasan sen. Sen priyamchil bo'lsang, chaqqan bo'lsang, uning kuchli o'darini o'tkazib ber. Men ham solishib katta bo'lganman mana. Mana qo'llarimda qara mana. Ko'rinyapti meniki. Qiyshiq bo'lyapti mana. Mana qo'llarimga qara, qiyshayib yotibdi. Mana bu qo'l qiyshiq, ko'ryapsanmi? Mana bu qo'lim ham qiyshayib yotibdi. Men ham solishib katta bo'lganman, tivolashib katta bo'lganman, kurashib katta bo'lganman. Umrim bo'yim shu kurash, solish, mana shunday sud qamalib yetib berdim. Umrim solishib berdim. Gold, men senga maslahatim,
Meni boshimdan o'tgan bilaman. Davraga chiqishingda katta gapirma. Tirnabkangda qi. Sen anoga chiqib o'tirma. Qozog'istonlik. Nima edi? Qozog'istonlik kim edi? Erka bola. Erka bolaga chiqib berma. Erka bola seni tipitingda chiqarib taylaydi. U o'ta jangchi bachcha. Chaqqan ham, priyamchilam. U zo'r tayyorlangan bola. Sen u erka bolaga chiqib o'tirma. Erka bola sindiradi, bir deganda sindiradi. Sen 20 yosh enasining o'zidan sitini tahama ketmagan 20 yoshli bola, bir go'dak bolaga kiching yetmadi-ku. Sen erka bola bilan o'ynashma. Sen hali ko'p gap bor senga erka bolaga solishishga, ko'p gap bor. Dahiya Dilov. Maylimi? Sen tirnabkangda aka, mendan xafa bo'lma. Katta gapirma. Masxarabaz bo'lma, aka. Senga aytayapman, masxarabaz bo'lma. Kuch hammada ham bor. Menda ham bor kuch, mana. Mana kuch. Ko'rasizmi? Kuch menda ham bor. Hozir ham solishaveraman. Qaytmayman men ham. Solishdan ham hech qaysidan, kirashidan ham hech nimadan qaytmayman. Men lekin seni mana shu jangingni ko'rib, katta gapingni ko'rib, men ishonib yurdim. O zo'r bola ekan. Solishlaringni ham ko'rganman, teolashlaringni ham ko'rganman. Bitingni tutib bor-ku, shuncha udarni yegansan, bitingni tutgansan, uni joni chiqib qolgan, kichi qochgan. Kuch bormi unda? Seni udaringni, sen uni udarini pisand qilmayapsan. Joni qochgan. Joni bor odam bo'lsa, bitta urib o'ldirib qo'yadi seni. Bitta urib uxlatib qo'yadi, nakot qilib. Mana nima uxlab qoldi-ku davrada Tyson. Saman sotaman 35 ming, pris saman. Saman pris 35 ming, biyda pris 35 ming, 40 ming. Akkumulyator ham bor deb, akkumulyator ham olamiz deb davrada uxlab qoldi. Sizlar blogerlik qilib, blogerlikingni qil, bittasini qilda, ringga chiqib solish tirnabkangni qilib, bo'lmasa bor blogerligingni qil. Bittasini tanlada, bittasini eplash kerak odam. Bo'lmasa qo'lingdan kelsa ikkovini ham epla. Lekin masxarabaz bo'lma, davraga chiqib bir mikrofonni olib, men o'taman, sochimni oldirdim, mana deb erka bolaga. Keldim mana O'zbekistonga, mana men keldim deyapti. Qani gold, qanisan gold deb qichqiryapti. Kelyapsan u bilan patxat qilib quchoqlashib ko'rishyapsan. U sening raqibing. Qanday ko'rishishni bilgin. U sening raqibing. Ki, iloji bo'lsa ko'rishmasin. Sen u bilan jang qilmoqchisan. Raqib degani bu, dushman degani-da endi. Davraga chiqqanda otangni ayama degan. Sen u bilan davraga chiqasan, ayamaysan, bir-biringni ayamay urasan. Shuning uchun unga patxat qilma. Chiq, erkakchasi, shuni bitta qo'l bilan ko'rish mana. Shuni bitta ko'rish, tamom. Qichoqlashma. Sen uni jo'rang emas-ku, u sening raqibing. Jo'rang bo'lsa ekan qichoqlashib ko'rishsin. Kalla bormi? Kalla aql. Davrada kelyapti O'zbekistonga kelib, ringga chiqib seni chaqiryapti. Kelyapsan, qichoqlashib ko'rishyapsan. Yana katta gapirasan, telpak hech. Sen için mana sochimni oldirdim deb. Yaxshi ham chiq hozir demabdi senga. Hozir ko'raman deb. O'sha paytda nimani urib taylab ketdi-ku? Qolib taylab ketdi. Iziga seni qo'yganda seni ham qolib taylab ketgan. Bir kunda o'zi 3-4 tangni qolib taylay ekan. O zo'r bola ekan. Men tan berdim shu erka bolaga. Zo'r bachcha ekan ana shu. Senga gapim shu, davraga chiqishingda katta gapirmay chiq. Uka, senga maslahatim. Katta gapirma umuman.